Türkiyədəki Uyğur təşkilatlarının yardım ətirti yer təvrəş rayonu qarab yolu çıxan Türkiyənin cənub və şərqi cənubi rayonlarındakı Qəhrəmanmaraş, Gaziantep, Hatay qatarlıq joylarda və Suriya chegarasida 6 fevral ətigəndə yüz bergan 7,8 bal yer təvrəşdən keyin Türkiyədəki Şərq Türkistan təşkilatları yer təvrəş rayonuna yardım beriş üçün dərhal hərəkətə ötgan. Ma'lum bo'lishicha, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi Ko'k Hilal Ay insoniy yordam vaqfi Sharq Turkiston yoshlar darnikining tashkillashida birinchi turkumdagi yordam guruhi 6 fevral kech yordam buyumlarini elib ofat rayoni qarab yo'lga chiqqan. Navbatda 2 turkum, 3 turkumdagi fidoyilar yo'lga chiqqan va chiqishni saqlamoqda. Konyadan yo'lga chiqqan bir fidoyilar guruhi safar jarayonida qatnash voqeasiga uchrab, guruh a'zolari yenik yaralanganlikdan safarini davom qila olmadi. Buningdan sırt Nuzgum Aile Kültür Derneki Fidayiler Namayiş Topi, Kök Ay İnsani Yardım Vakfi, Birlik Kurtuluş Çağrısıdır. Gulcu Meşrip Topu Katarlık gruplarda afet rayonuna i'ana qilish chaqiriqi ostida maddi yordamlar toplanmoqda. Afet rayonuna berib xizmat qilish uchun tizimlatgan va yo'lga chiqishni saqlayotgan Uyg'urlarning ko'pligi o'zi muhtojlikda bo'lsa-mu taraf-tarafdan topqinni i'ona qilayotganlar, shundaqla Uyg'urlarning kichik bolalarining o'zlarining bayramlik va ta'tillik yiqqan pullarini afetga i'ona qilishi Uyg'urlarning insonparvar va mehribon bir xalq ekanligini yana bir qitim ko'rsatib berdi. Türkiye'deki Şərq Türkistan ammaviy təşkilatlarının ictimai taratqularda e'lon qilgan uchurlarda ko'rsatilishicha, bu qitim yer təvrəş ən qattiq bo'lgan Qəhrəmanmaraşda 11 qiz, 12 o'g'il bo'lib 23 nafar Uyg'ur o'quvchi yashaydigan bo'lib, navbatda bulardan 21 o'quvchi bilan aloqa o'rnatilgan. Qəhrəmanmaraş Sütçü İmam Universiteti İlahiyat Fakültetida o'qiyotgan 23 yoshga kirgan Abdullah Olim bo'lsa, baxtga qarshi shahid bo'lgan. Marhumga Alloh rahmat qilsin. Türkiye'deki Uyg'urlarning sir dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarmi ijtimoiy aloqa hisoblari orqali bu qitimqi ofatga yaqindan ko'ngil bo'ldi va hislashlik qildi. Har qaysi davlatlarning rahbarlari Turkiyaning Qəhrəmanmaraş viloyatining Pazarcık va Elbistan nahiyasini o'z ichiga olgan 10 viloyatida yuz bergan yer təvrəş ofati tufayli Cumhur raisi Erdo'g'onga telefon qilib ta'ziya bildirmoqda. Türkiye Afet ve Ciddi İşler Taqabul Turuş İdaresi Afat qaza qilganlar sonining 3432ga, yaralanganlar sonining 21103ga yetganligini uqtirgan. Xarobilik ostida qolgan 8 mingdan ortiq odamning qutqizilganligini bildirgan. Navbatda 25693 xodim, 360 avtomobil, 3361 qurilish mashinasi izlash qutqizish xizmatlariga jiddiy kirishmoqda va davomli yordamchilar kelmoqda ekan. Türk Qızılay Cemiyeti tərəfindən afət rayonlarına əvətilgən 10 min kişilik çadır tiklanishga başlagan. Amerika o'zining havo boshlig'ida Amerika Xitoyning josuslik harakati deb ta'riflangan bir razvedka havo sharini bayqagan bo'lib, Amerikaning sezgur davlat bexatarlik o'rinlari qarata istixborot uchuri to'plashdagi tajovuzchilik harakati deb qaralgan. Wall Street Journal gezisining xabar qilishicha, Amerika amaldorlari Xitoy josuslik havo sharining Amerika tashqi ishlar ministri Blinken Xitoyni ziyorat qilishni planlagan nozuk bir paytda bayqilishi, ikki davlatning yer shari va rayon xarakterlik masalalardagi kuchli ixtiloflarni yumshatish urinishlariga savol paydo qilganligini aytgan. Amerika davlat ishlar kotibi Blinkenning Xitoy ziyoratini boshlashiga 24 soat qolgan bir paytda Xitoy josuslik havo sharining Amerika havo boshlig'ida bayqilishidan keyin 5 fevral boshlangan Xitoy ziyoratini kechiktirgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Amerika amaldorlari Xitoy josuslik havo sharining Amerika havo boshlig'ida bayqilishi Amerikaning egilik huquqiga aniq xiloflik qilish harakati deb ko'rsatgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining yuqori darajalik bir amaldor Reuters agentligiga qilgan so'zida har qaysi organlardagi kishilar davlat majlisi bilan maslahatlashgandan keyin hozirgi vaqtda Blinkenning Xitoyga safar qilishining to'g'ri vaqt emasligini qaror qilganligini bildirib, Xitoy tarafining afsuslanganligiga doir bayonotiga diqqat qilganligini bildirish bilan bir vaqtda bu havo sharining Amerika havo boshlig'ida paydo bo'lishi egilik huquqiga, shundaqla xalqaro qonunga ochiq-oshkor xiloflik qilganlik, bu ishning yuz berishini qabul qilg'il bo'lmaydiganligini ko'rsatgan. Reuters agentligining bildirishicha, Xitoy bir puhraviy havo sharining Amerika osmoniga uchib kirib qolganligidan afsuslanganligini aytgan. Blinken birinchi oyning oxirlarida Uyg'ur, Hong Kong va Tibet vakillarini o'z ichiga olgan bir guruh faoliyatchi bilan ko'rishib, ularning fikrini olgan. Orqadan Amerika Tashqi ishlar ministrligidagi diplomatlar oila a'zosi Xitoyning turma lagerlarida yetayotgan Amerikadagi ba'zi Uyg'urlar bilan ko'rishgan edi.
Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 1 fevral kuni jamiyatning chetida qoldirilgan va xatar ichida yashayotgan muhojiratga Uyg'urlarning insonparvarlik ehtiyojlari sarlavhalik bir parcha doklad e'lon qilgan. Dokladda Amerika, Turkiya, Qozog'iston va Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyo davlatlarida yashayotgan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning insonparvarlik ehtiyojlari tafsiliy bayon qilingan. Mazkur dokladda Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan qochib dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlarning o'zlari panohlanib turayotgan davlatlarda bexatarlik makonga ega bo'lolmay davlat tavalliksiz yashayotganligi, Xitoyning ko'nsir kuchayotgan chegara halqagan bostirish siyosatining parakandchiligiga, yana Xitoy hukumatining har turli tahdid va hujumlarga uchrayotganligi fakt isbotlar bilan o'tirib qo'yilgan ekan. Dokladda ko'rsatilishicha, muhojirat yashayotgan Uyg'urlar uchrayotgan qiyinchiliklarning yana biri bo'lsa, ko'plagan Uyg'urlarga o'zlari turishlik davlatning qonunlik salohiyati berilmaganligi sababli shu davlatning normal ma'arif va sog'lomlik siyosatlaridan bahramand bo'lolmayotganligi bildirilgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining xodimlari mazkur dokladni tayyorlash jarayonida Turkiyani asos qilgan holda muhojiratga Uyg'urlarning ahvolini tekshirgan bo'lib, ular bu jarayonda ota-onasi Xitoyning lager va turmalariga qamalgan, Turkiya va boshqa davlatlarda tirik yetim qolgan nurg'un Uyg'ur bolalarni ziyorat qilgan. Irqiy qirg'inchilikdan omon qolgan bu bolalarni iqtisodiy va psixologiyalik yordamga eng muhtoj, shundaqla xatar ichidagi bir millatning eng jiddiy masalasi ekanligi alohida ta'kidlangan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi mazkur dokladda xalqaro insonparvarlik organlari va tashkilotlaridan amaliy plan tuzib, dunyoning har qaysi joylarida panohlanayotgan Xitoyning qirg'inchiligidan omon qolgan Uyg'urlarning har turli ehtiyojini qondirishni talab qilgan. Mazkur talablar qonunliq ishlash salohiyatiga erishganlarga xizmat fursatini yaratib berish, o'quvchilarning turalg'usi, o'qish haqqi, yemak-ichmak, kiyim-kechak va davolash ishlariga ketadigan moddiy yordam va psixologiyalik yordam qatorliq ma'naviy ehtiyojlarni o'z ichiga olgan ekan. Quloq kiri, quloq yo'ldagi teri bez tanchisi o'zligidan ajratib chiqargan modda bilan chang to'zon, teri kepaklarining arilishi orqali shakllanadi. O yot moddalarning nag'irsimon pardani bevosita zaxmlantirishning oldini olib, nag'irsimon pardani qo'g'dash rolini o'ynaydi. Odatdagi ahvolda kishilar yemakliklarni chaynaganda quloq atrofi harakatlanib, quloq kiri o'zligidan sirtqa chiqib ketadi. Shunga atayin tozalashning hojati yo'q. Faqat alohida ahvolda ondan doktorxonaga berib tashabbuskorlik bilan tozalashga to'g'ri keladi. Masalan, to'silish paydo bo'lib, anglash iqtidoriga ta'sir etganda yoki quloqdan yering oqqanda, bundaq ahvolda doktor avval tozalab ondan davolaydi. Nurg'un kishilar yuyingandan keyin paxta peltigich bilan quloqini tozalashga odatlangan. Ular paxta peltigichning uchi yumshoq bo'lg'achqa quloqqa ziyon yetkazmaydi deb qaraydi. Amaliyotda paxta peltigich bilan tashqi quloq yo'lining diametri ancha farqlanmaydi. Paxta peltigich bilan quloqni ko'chilaganda quloq kirini chiqarg'ili bo'lmayli qolmay, yana uni quloq yo'lining ichki tarafiga ittirib o'tadi. Uning ustiga quloq kiri belgilik darajada kislotali xususiyatga ega bo'lg'achqa, nag'irsimon pardaga yaqinlashsa, nag'irsimon pardaga ta'sir qilib, anglash iqtidoriga ta'sir yetkazadi. Bu ahvol uzoq muddat davomlashsa, quloq kiri nag'irsimon pardaning atrofiga yig'ilib, nag'irsimon parda va quloq yo'ldagi teri shilliq pardasiga ta'sir ko'rsatadi. Quloqni atayin ko'chilg'ich bilan tozalashning hojati yo'q. Uning ustiga quloq ko'chilg'uchilar yaxshi tozalanmagan va dezinfeksiyalanmagan bo'lsa, giralashma yuqumlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Doktorning tunishtirishicha, bolalarning quloq yo'li cho'nglarnikidan tar bo'lib, quloq yo'li terisining immun kuchi ojiz bo'ladi. Quloqni ko'chilash muvofiq bo'lmasa, hatto tashqi quloq yo'li yollig'ini keltirib chiqaradi. Agar quloq kirib butun quloq yo'lini to'sib olib, quloq og'rish, anglash iqtidori tumanlash qatorliq alomatlarni keltirib chiqargan bo'lsa, doktorxonaga berib bir taraf qildirish kerak. Kesib nuqtasidan qaraganda, ko'rinarlik bearam bo'lmagan ahvolda quloqni ko'chilashning hojati yo'q ekan.